Dadajon, qarang, chiroyli chiqdimi? Voy, nima qilding qizim? Ha, meni ko'rgani kelgan o'rtoqlarim o'rtoq yotaverib, oyog'ingdan gullar o'sib chiqdi deb o'rishadi-yu. Qizim. Shunaqa. Voy, qo'lim og'ridi. Ana, mazini surkab qo'ygan qizim. Xo'p, hozir dadajon. Hozir men sizga mansur etib qo'yaman. Mana shu yerga, ha. Ashit. Bo'ldi, rahmat qizim. O'zini qopqog'ini qayerga qo'ydin? Dasturxonda turib qopqog' qizim. Soliha qizim turibdi dasturxonda. Soliha. Ye. Apparat ishlamayotgan ekanda. Ishlamayotgan bo'lsa, meni avaylab ishlayapti debdi-da. Bunda qanday bilayotgan ekan? Ha. Lablarimdan bilayotgan ekanda. Meni gaplarimni. Alloh tezroq dardimga shifo bergin. Tezroq oyoqqa turmasam bo'lmaydi. Qizim ham ancha qiynab qo'ydi. Mayli yog'dir yana neki azoblaring bor. G'anim bo'lsin mayli qancha kazzoblaring bor. Tanim nimta qilsin neni qassoblaring bor. Yig'lamayman ne qilsang qil ey alchoq dunyo.